Musa, labbay janobim. men ajdodlaring Ibrohim, Ishoq va Yoqublarning xudosiman. Xalqimning qay azoblarga dosh berayotganini ko'rdim, uning faryodini eshitdim. Uni bu zamindan olib chiqib ketib, daryolardan sut va bol oquvchi o'lkaga boshlab boraman. Men seni Misr Fir'avni huzuriga yo'llayman. Borib xalqimni Misrdan olib chiqib ket. Kim bo'libmanki, bu ilohiy amalni bajaray? Men sen bilan bo'laman. Isroil xalqi oldiga borib, meni ajdodlaringiz xudosi yubordi desam, bu xudoning ismi nima deb so'raydilar-ku. Nima deb javob qilaman? Men barhaqman.